mart oyining boshi bugun. Bizda sezon boshlandi. Nima sezon? Allergiya sezoni boshlandi. Allergiya, tumov. Qachonki bemorlarda qaysidir qo'zg'atuvchiga nisbatan bu o'simlik bo'lsin yoki qish kunda bo'lsa ham qanaqadir allergenga nisbatan allergiya paydo bo'ladi. Allergik rinit bilan allergik tumov bilan oddiy tumovning farqi bormi yo'qmi? Albatta. Farqi juda oddiy. Ikkalasidan burun bitadi. Oddiyga. Oddiyda bundan burun bitadi. Ikkalasi ham aks urush bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham burundan ajralmay kelishi mumkin. Bir Suyuqlik. xil suyuqlik kelyapti. Deyarli bir xil. Ikkalasi ham boshqa o'rishi mumkin. Umumiy holsizlik bo'lishi mumkin. Jarayon bir xil ketaveradi. Bir xil ketyapti. O'shaning uchun u ajratishga qiynaladi. ORVda yallig'lanish jarayoni kuchli hisobiga va ularda tana harorati oshadi. Isitma. Isitma bor. Bo'g'imlarda og'riqlar bor. Bo'g'imda. Asosiy farq shularda. Rinitda yo'q. Oddiy allergik rinitda yo'q. Yo'q, isitma chiqmaydi. Isitma chiqmaydi, ko'rdingizmi? Chiqmaydi. Bo'g'imlarda og'riq yo'q. Farqi shunda. Endi biz mutaxassis sifatida boshqacha qilib tekshirib olamiz. Bizda rinoskopiya bor. Rentgenoskopiya? Rinoskopiya. Rinoskopiya. Burun bo'shlig'ini ko'rish, bizda fan tilimizda rinoskopiya. Bu ana kamerani tiqib ko'radi. Ha, albatta. Biz endi bemorlarning hammasiga ham shikoyatga qarab tashxis qo'ya olmaymiz. Chunki burun kasalliklari deyarli hamma shikoyatlar bir xil. Hammasini burun Uni bitadi. tashlashimiz kerak. Ha, tashxisni to'g'ri qo'yishda biz rinoskopiya degan narsa bor. Oddiy usulda ko'rishimiz mumkin, endoskopda ko'rish. Shunda ajratib olamiz. Bemorda aniq tashxis qo'yib qo'yamiz. Chunki o'zi